Qizil kompot, qizil kotел xudo xolasa. Navbatdagi 200 kvadratli kotелimiz uteplit qilingan, zakrit sistemaga moslangan, turli listda yasalgan xudo xolasa kotелlarimiz Oltiariq yangi arab qishlog'iga qarab yo'l olmoqda xudo xolasa. Bu yerda stresslashyapti bolalar. Mana bunisi ham tayyor. Uteplit deganimiz mana shu xudo xolasa mastik klavatalar uraladi. Ustida yana bir qator burchli listda uraladi. Va egalariga dastlabki bo'ladi xudo xolasa. Qishda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi bu kotелlarimiz. Bir sutka kamera xudo xolasa ishlab beradi. Bitta zapravka. Salomat bo'ladi. Birinchi kotелimiz xudo xolasa mana shu fayzli xonadonga yetib keldi. Paketkalari yechildi. Oltiariq usumi bilan juda ham chiroyli. Ikkinchi kotелimiz ham plyonкasiga yetishmayapti. Yetib keldi mana shu fayzli xonadonga.